Qizlar, men yaxshi ko'radigan tonalkani teksturasini ko'rsatmoqchiman. Ham yopish darajasi ham yaxshigina. Bu tonalka любой ko'rjaga zo'r tushadi. Kun davomida, ayniqsa hozir issiq-ku, ko'p tonalkalar oqib ketadi. Bu tonalkani qaranglar qizlar, qaranglar yopish darajasini. Bot. Yuzda yig'ilib qolmaydi, turib beradi. Mana. Tiniq turib beradi, yo'q deb turib beradi. Ustidan bemalol pudralar ishlatsanglar bo'ladi. Bu tonalkani sur bo'lgan yillardan keyin, tonalkadan keyin обязательно pudraga Chanel pudrasini tavsiya qilaman, chunki yuzingizda shunaqa tiniq turib beradi. Hozir buni pudrani olib, ozgina teg'izib olamiz. Shunaqa barxitni effekt beradi. Qizlar barxitni qilib qo'yadi yuzni. Yuzga ham bemalol mana. Muslar bo'ladi. Yig'ilib ham qolmaydi. Keyin makiyajni stoyki turish uchun Gucci'ni mistit bo'ladi. Mana, yaxshilab olasiz. Bitta sepib borasiz. Hozir endi buni qurish. Mana. Fiksatorimiz o'sha yuzda qurishi bilan mana salfetkani olamiz. Ko'ringlar, umuman yo'q chiqmaydi. Mana atilab svetda olib qo'yamiz, sizlar ko'rishingiz uchun. Umuman mana chiqmaydi. Yo'q, ro'mollarga ham yoqmaydi qizlar. Mana, ko'ryapsizlar? Bitta ham tonalkani izi yo'q. Zato qo'lini qaranglar, qanaqa tinib turibdi.